Qolaylaştırılgan iman yürüşteki 5. kısım. Ahiret gününü biliş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 4. bab cennet. Cennetni tanıştırış. Cennet degen nimo? Cennet Allah subhanahu ve taala özüge iman etkan ve özünün buyruqlarına boysungan bendileri üçün tayarlagan favqulodda keng ve kattı joydur. Cennet ularning haqiqiy imani ve salih amellerinin mukafatıdır. Allah subhanahu ve taala shundaq deydi. Tercümesi: Rabbinglarning mag'firatiga ve taqvodorlar üçün tayyorlangan kengliki osmon ziminchi keladigan jannatga aldiranglar. Sura Ali İmran 133. ayet. Biz cennetni tasavvur qilganimizda intayin keng, tip-tinch, ko'radigan, yeydigan, ichadigan, puraydigan, huzurlanadigan güzel narsalar bilan to'lgan, kishi g'am qayg'udan, mushkulatdan, qiyrilikdan qutulgan, ko'ngli tortgan jami narsaga erisha oladigan va bu xil huzur halovat hargiz tugab qolmaydigan bir makon ko'z oldimizga keladi. Biz bu babda Qur'on sunnatdagi jannatning sifatlariga aloqador ba'zi dalillarni bayon qilamiz. Bu bizning jannatga bo'lgan talpinishimizni oshirib, har vaqt Allah subhanahu va taoladan uni tilishimizga turtki bo'ladi. Allah subhanahu va taala hammamizni shu jannatlarga sog' salomat kirgil nasib qilg'ay. Amin. Cennet Arap tilida asli bog'cha degan ma'noni bildiradi. Chunki cennet mu'minlar uchun tayyorlangan son sanoqsiz kichik bog'chalarni o'z ichiga olgan katta bog'chadir. Cennetning yaratilishi. Allah subhanahu va taala insonlarni yaratishdan ilgarilar jannatni yaratib bo'lgan. Uni tunji bo'lib ko'rgan kishi Jibril alayhissalom edi. Allah subhanahu va taala dastlabda Jibril alayhissalomga jannatni aslidagi go'zal va hashamatlik holatida ko'rsatgan. Andin Allah subhanahu va taala jannatni nurg'un kishilarning uning kirishiga to'salg'i bo'ldigan ümidsizlik holatda qilib, yana Jibril alayhissalomga ko'rsatgan. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah subhanahu ve taala cennetni yaratgan chaqda Jibril alayhissalomga: "Ey Jibril, berib qarab baqin" dedi. Jibril alayhissalom Allah subhanahu ve taala cennetde cennet ehli uchun tayyorlagan narsalarni ko'rib kelgandan keyin: "Ey Rabbim, izzeting bilan qasamki, buni anlagan hamma odam u yerga kirdi" dedi. Andin Allah subhanahu va taala uning atrofini jafoliq ishlar bilan o'rab: "Ey Jibril, endi berib qarab baqin" dedi. Jibril alayhissalom berib qarab kelgandan keyin: "Ey Rabbim, izzeting bilan qasamki, hech kim u yerga kira olmasmikin deb ansirab qoldim" dedi. İmam Abu Davud, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan Şeyh Albani Mishkat 5625 numarada sahih deb bahalagan. Bu hadisden şu narsa ma'lum ki cennet onun haqiqiy holatini bilgan har qanday odam undan mahrum qilishni qat'iy xohlamag'idek darajada katta hashamatlikdir. Lekin cennetni qorshab turgan qiyinchilik va mushkulotlar tufayli uningga kirish qiyindir. Ana shu mushkulotlar tufayli haq bilan botilni ayiradigan ro'shan tushunchaga ega kishilardan boshqalar haq yo'ldan chetnab jannatdan mahrum qoladi. Jannatning sifatlari, uning ismlari. Qur'on sunnatda jannatni sifatlash uchun nurg'un ismlar qo'llanilgan. Şulardan bazıları tövendikçe. El-Cenne, cennet. Sure Meryem 63. ayeti.
Cennetul Ma'va, qaytish cenneti. Sure Necm 15. ayet. Cennetin adn, daimi qaladigan cennet. Sure Meryem 61. ayet. Cennetul Firdevs, Firdevs cenneti, cennet bağçıları. Sure Kahf 107. ayet. Cennetul Huld, mengü qaladigan cennet. Sure Furqan 15. ayet. Cennetun Naim, mol nimetlik cennet. Sure Luqman 8. ayet. Darussalam, tinchlik diyarı. Sure En'am 127. ayet. Darul Muqame, qilish diyarı. Sure Fatir 35. ayet. Bula cennetning turlik nazı nimetlerini süpetligenligi üçün süpetligichi isimdir. Tövende biz bu vaqtda tafsili to'xtalamiz. Cennet tasavvurdan alqıgandır. Cennetki hech narsa bu dunyodagi o'xshamaydi. Cennet bizning aqlimiz yetmaydigan darajada cho'ng. Bizning cennetning kattaligini ma'lum darajada his qila olishimiz uchun cennet bizga Qur'on sunnatda biz biladigan ism va atalg'ular orqali bayon qilib berilgan. Lekin amaliyotda cennet biz tasavvur qila oladigan eng yuqori chekdinmi bakli cho'nqur. Cennette ko'z ko'rib bakmagan, quloq anglab bakmagan va qalbla tasavvur qilib bakmagan nozu ne'matlar bor. Shu vajidan tövende biz shu cennetga nisbatan dengizdagi tomchichilik keladigan misollarni bayon qilamiz. Allah subhanahu va taolo bizlarni shu jannatga kirib, haqiqiy mislisiz baxtga erishishga nasib qilg'ay. Amin. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ularning qilgan amallariga mukofot yuzasidan Allah'ның huzurida saqlangan ve ularni xo'shal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Sure Secde 17. ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis qudusida shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah aytadi ki, solih, ya'ni yaxshi bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloqlar anglamagan ve insanның diliga keçip bakmagan mukofotlarni tayyorladim. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Biz Allah subhanahu va taoloning o'z va'dasiga cho'qim vafo qiladiganligiga ve uning rahmat fazlining cheksiz ekanligiga qat'iy ishonamiz. Allah subhanahu va taoloning mukofotiga loyiq bo'lgan mu'minlarga beriladigan ne'matlar haqiqatan to'limi kattadir. Shuni biz ashulardan bo'lishga tirishaylik. Cennet mengülüktür. Cennet shundaqla uningdagi nozu ne'matlar ve uning aholisi, ya'ni cennet ahli mengu yo'qolmaydi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Osmon zimin yo'qolmayli tursa, ular jannatda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'amdir. Sure Hud 108. ayet. Ölümelarga göre bu ayetdeki Rabbing xohlagan zamongacha degan istisna Allah subhanahu va taolo cennet ahlining huzurlanishi uchun yaratgan narsalarni, masalan, cennet ahli go'shtni yeydigan qush ve ov hayvonlari qatorliqlarni ko'rsatdi. Demisimi, bu canlıqlar cennette mengu qolmaydi. Ya'ni cennet ahli tarafidan iste'mol qilinib tugaydi. Abu Said ve Abu Hureyre radıyallahu anhumala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: cennet ahli cennetga kirib bo'lgandan keyin
bir chaqirg'uchi shundoq deydi. Haqiqatan sizlar yashaysizlar, mangu o'lmaysizlar. Sağlam bo'lasizlar, mangu ojizlashmaysizlar. Yosh holatinglarda bo'lasizlar, mangu qarimaysizlar. Xo'shallik ichida bo'lasizlar, mangu qayg'urmaysizlar. İmam Müslim toplagan. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarning izchil davomlashgan, qat'iy tavranmas iymonining mukofoti sifatida ularga mangu davomlashadigan jannatni ato qildi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannat ahli jannatga, davzax ahli davzaxga kirib bo'lganda, ölüm müngüzlük qo'shqar holatida keltirilib, jannat bilan davzaxning orasiga qo'yilib bo'g'izlanadi. Ondan bir chaqirg'uchi: "Ey jannat ahli, sizlar mangu yashaysizlar, o'lmaysizlar. Ey davzax ahli, sizlarmi mangu yashaysizlar, o'lmaysizlar" deydi. Buni anglab jannat ahlining xo'shalligiga xo'shallik, davzax ahlining hasratiga hasrat qitiladi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va İmam Ahmad to'plagan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ana shu shaklda qo'chqar shakliga kirgizilgan o'lim hamma odamning ko'z oldida bo'g'izlanadi-da, hech kim o'zining kelgusi hayotining abadiyligidan gumon qilmaydigan bo'ladi. Cennetning darvozalari. Cennetning darvozalari bor bo'lib, mu'minlar shu darvozadan kirdi. Har bir darvozaning kengligi 40 yillik musofa bo'lib, vaqti kelganda, ya'ni qiyomat kuni hisob elinib bo'lganda, bu darvozalar mu'minlar bilan to'lib ketadi. Mu'minlar bu darvozadan bir qitimla kirdi va shuningdan keyin uningdan mangu chiqmaydi. Shundaqla ular uningdan chiqishni hargiz arzu qilmaydi. Ular jannatga kirib bo'lganda barliq g'am, qayg'u, andishlari tamoman oyoqlashadi. Shundaqla mu'minlar jannatga kirganda farishtalar ularga "Assalomu alaykum, tinch amonlik sizlarga yor bo'lsin" deb salom qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga to'p-to'p bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga "Sizlarga omonlik bo'lsin, sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar" deydi. Sura Hud 108-oyat. Jannatning 8 darvozasi bor. Ma'lum bir yaxshi amalni voyaga yetkazib qilgan mu'minlar jannatning shu amalni qilguvchilarga xos qilingan darvozasidan kirdi. Sahil ibn Sa'id radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannatning 8 darvozasi bor. Shularning orasidagi bir darvozaning ismi Rayyan bo'lib, uningdan ro'z tutqichilardan boshqalar kirmaydi. İmam Buxoriy to'plagan. Bir qancha xil solih amalni birdek voyaga yetkazib qilgan mu'minlar jannatning bir qancha darvozasidan tangli chaqiriladi va o'zi xohlagan biridan kirdi. Shuning uchun biz jannatning bir qancha darvozasidan tangli chaqirilish sharafiga noil bo'lish uchun texmi ko'p va sunnatga uyg'un shaklda namoz o'qishga, sadaqa berishga, ro'za tutishga tirishishimiz kerak. Jannatdagi darajalar. Gerçi jannatga kirganlarning hammasi mangu davomlashadigan xo'shallikdan bahrilansimi, lekin ularning jannatdagi darajalari o'xshash bo'lmaydi. Ular dunyoda qilgan yaxshi amallarga ko'ra jannatdami farqli darajalarga ega bo'ladi.
Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a ve onun Resulü'ne iman etse, namazını ada kılsa, Ramazan rozusunu tutsa, meyli o Allah yolunda hicret kıygan bolsun, ya ki özü tuğulgan zımında tuğulgan bolsun, onu cennetki kirgizüş, Allah'ın özü üstüdeki hakka aylanıdı. Dividi, bunu anlayan sahabeler, Allah'ın elçisi bunu kişilerge yetkizmeyli mi? Digen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevaben, hakikaten cennette 100 derece var bulup, Allah ulanı özünün yolunda cihat kıyganlar için teyarlıgan. Her iki derecenin arasında asman zemin arasındaki fark var. Sizler Allah'tan sorğanda El-Firdevsul A'la en üstün cennetini soranlar. Çünkü o cennetin en yukarısı ve en yaxşısıdır. Onun üstüde Rahman Teala'nın erşi babılıp cennetinin deryaları şunundan ekip düşüdü. İmam Bukhari ve İmam Ahmed toplagan. Cennet dereceleri arasındaki fark fevkul adı çonkur. Abu Sa'id radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikini rivayet kıygan. Tercümesi. Hakikaten cennet ehli öz arasındaki gayet zor fark tüpeyli özüdün üstün derecedekilerini sile ufuktan yoruk yıldızını köygende kördü. İmam Bukhari, İmam Müslim ve İmam Ahmed toplagan. Biz şunu esimizde tutuşumuz gerek ki, bizning bu dünyadaki sap ixlos ve sünnetga uygun halda kılıngan salih amellerimizning az köpligi bizning cennetdagi darajamizni belgilaydi. Biz hergizmi cennetdagi tuvan darajaga erishsam mayli deb salih amellarni ko'plab qilishdan to'xtab qolmasligimiz kerak. Aksicha biz Alloh subhanahu va taologa taat ibodat qilishga kuchishimiz ve şunun bilen bir vaqtda Allah subhanahu va taoloning bizni cennetlerinin en kattisi bo'lgan Firdavs cennetiga kirgizishini tilab, sap ixlos bilan duo qilishimiz kerak. Cennetga kiradigan tunji kishi. Cennetga kiradigan tunji kishi Muhammad sallallohu alayhi ve sellem bo'ladi. Anas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi. Kıyamet günü men cennetning darvozasiga kelib, uning echilishini so'rayman. Cennetning darvozasiga qarag'uchi kim deb so'raydi. Men Muhammad deyman. Shuning bilan u men darvozani sana ichib berishga ve senden ilgiri hiç kimge açmaslıkka buyurulgan idim deydi. İmam Müslim toplagan. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin başka peygamberler ve salih kişiler cennetke kirdi. Ula en çıraylık ve en hoşal halette buludu. Abu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikini rivayet kıygan. Tercümesi. Cennetke tunji türkümde kirdiganlar 15 günlük tulun aydek buludu. Ulanın arkasıdakiler asmandaki en yoruk yıldızga okşaş buludu. Ula yani cennet ehli çoğun küçük teret kılmaydı, mişkırmaydı, tükürmeydi. Ulanın teri miski emberden buludu. Ulanın ayalları şehla gözlük hörlerdir. Ulanın hulqı bir adamның hulqıga okşaş buludu. Ula Adem aleyhisselamның surətində 60 bilek egizlikte buludu. İmam Bukhari ve Müslim toplagan. Biz bu hadisden müminlerin cennette kişini bizar kılıdı dep qarıldıgan mişqiriş, çoğun küçük taharet kılış degendek barlık beden fonksiyelerden halas boluduğanlıqını bilip alalayımız.
ularning xulqi bo'lsa, yaxshilikda o'xshash bo'lib, ularning hech birida eskilik, qo'pollik degandek illatlar bo'lmaydi. Qiyomat kuni bu dunyoda fixrlik bilan sinalgan mu'minlarga xos bo'lgan alohida ne'mat ularning mol dunyo jihatda hisobga tortilmasligidir. Ular boylardan nurg'un yillar baldur jannatga kirdi. Abdullah ibn Amr radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Haqiqatan qiyomat kuni muhacirlarning faqirlari boylaridan 40 yil avval jannatga kirdi. İmam Muslim to'plagan. Jannatga eng oxirda kirdigan odam. Jannatda darajasi eng tuvan bo'ladiganlar nurg'un cho'ng gunohlarni qilgan va u gunohlarga tavba qilmagan mu'minlardir. Ular jannatga kirgizilishdan ilgari do'zaxda jazolanadi va ondan jannatda eng tuvan darajaga erishadi. Bu mu'minlar do'zaxda o'zlariga putib etilgan jazoni tatgandan keyin tuyg'usini yo'qtidi va Alloh subhanahu va taolo ularni jannatga kirgizganga qadar uningdan boshqa azob tatmaydi. Abu Said al-Khudri radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Do'zaxda mangu qilishi putilgan haqiqiy do'zax ahli do'zaxda o'lmaydi va yaxshi yashamaydi. Lekin ba'zi kishilar gunohlari sababli do'zaxda o'lgucha azoblanadi. Ular o'lik ko'mirga aylangandan keyin ularga shafaat qilinishga ruxsat qilindi. Ular döve holatda ich qilib jannatning daryolariga quyiladi. Jannat ahliga ularning ustiga suv ichinglar deyiladi. Shuning bilan ular sel suyida ungan uruqdek unib chiqadi. İmam Muslim to'plagan. Eng oxirida jannatga kiradigan mu'mingami alohida iltifatlar ko'rsatiladi. Ba'zi hadislarda buningga aloqador tafsilotlar bayon qilingan. Biz bu yerda shularning ichidagi qisqaroq hadisdan birini naql qilamiz. İbn Mas'ud radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Haqiqatan men eng oxirida do'zaxdan chiqarilib, eng oxirida jannatga kirgiziladigan odamni bilaman. Bir odam do'zaxdan o'mliginicha chiqadi. Alloh azza va jalla uningga "Bag'in va jannatga kirgin" deydi. U odam jannatga kirmoqchi bo'lganda jannat uningga to'shib ketgandek bilinishidir. Shuning bilan u qaytib, "Ey Robbim, jannat to'shib ketibdi" deydi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo uningga "Bag'in va jannatga kirgin" deydi. U odam yana jannatga kirmoqchi bo'lganda jannat uningga to'shib ketgandek bilinishidir. Shuning bilan u yana qaytib, "Ey Robbim, jannat to'shib ketibdi" deydi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo uningga "Bag'in va jannatga kirgin. Sana jannatda dunyoning 10 hassichilik joy bordir" deydi. Ani shu odam jannat ahlining ichidagi darajasi eng tövinidir. İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Jannatning daraxtlari va o'simliklari. Jannat sanjaq meyvelik, soylik daraxtlar bilan to'lgan bo'lib, bu daraxtlarning yıldızları sap oltindandir. Abu Hurayra radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannatki har qanday daraxtning yildizi oltindandir. İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Jannatki ba'zi daraxtlar aql yetmugidek darajada cho'ngdir. Abu Said radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Haqiqatan jannatda bir daraxt borki,
Yuguruk atqa mingan kishi 100 yildimi uningdan o'tib bo'la olmaydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Cennetning daryolari. Cennetde lezzetlik içimlikler bilen to'ldirilgan nurg'un daryolar bor. Cennet ehlinin xalığan vaqtda bu içimliklerden içelishi uchun bu daryolar cennet ehlinin qasr saroylarining ostidan eqib turdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tercümesi, şübhisizki Allah iman etqan ve yaxshi amallarni qilganlarni ostidan daryolar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Sura Muhammad 12-oyat. Cennetning daryolarida oqadigan asosliq ichimliklardan ba'zilari tovandikicha. Sap su, süt, ichkuchini mast qilmaydigan sharob, hasal, shundaqla yuqoriqilarning hammasi her vaqt eng lezzetlik ve yin holatda bo'ladi. Allah subhanahu wa taolo shunday deydi. Tercümesi, taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan daryolar, ta'mi o'zgarmagan sutdan daryolar, ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan daryolar ve sap hasaldan daryolar bo'ladi. Ularga cennette bahriman bo'ladigan turlik meyveler bo'ladi ve Rabbi tarafidan mag'firat bo'ladi. Bundaq taqvodorlar dozaqda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqliqidan uchaylari par qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Sura Muhammad 15-oyat. Bu daryolar hammasi shu xil ichimlik bor dengizlardan eqib chiqadi. Muaviye İbni Hayda radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak deganligini rivayet qilgan. Tercümesi, hakikaten cennette su dengizi, hasal dengizi, süt dengizi ve şarap dengizi var. Andın daryolar shulardan eqib chiqadi. İmam Tirmizi ve İmam Ahmed toplagan. Şeyh Albani Mishkat 5576 numarda sahih deb baholagan. Cennetki meşhur daryolardan biri Allah subhanahu ve taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ata qilgan Kevser'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün İsra seferinde Cibril aleyhisselamның amralıqida cennetki kirib, onundaki nurgun acayibatlarını görgen. Enes radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak deganligini rivayet qilgan. Tercümesi, men cennetki kirib, qirg'oqlarida qator ketgan chidirlarga bir daryoni ko'rdim. Her chidir bir yo'g'on marvoyitdan yasalgan ekan. Men qo'lim bilan daryoning tegini tutib boqqan edim. Qo'limga xushpuroq miski ambar chiqdi. Men Cibrilga, "Ya Cibril, bu nima? Yani qaysi daryo?" dedim. Cibril, "Bu Allah sana ata qilgan Kevserdir" dedi. İmam Buxoriy, İmam Ahmed ve boshqalar to'plagan. La ilahe illalloh Muhammeden Rasulullah. Cennetga kirdiganlarning sifatlari. Biz Qur'on sunnatda cennetga kirdiganlarning muayyan sifatlarini ko'ra olamiz. Bu bo'lakda biz shularning ba'zilarini bayon qilamiz. Şunu esimizde tutuşumuz gerek ki cennet kirdiganlarning sifatlari ichidagi hammani o'z ichiga oladigan bir sifat, ular Allah subhanahu va taologa hech bir shirik aralashtirmagan holda sap iymon etgan kishilardir. Bu sifatga ega bo'lmagan kishi jannatga hargiz kira olmaydi. Biz jannatga kirdiganlarning bu sifatlari bilan tanishish davomida shular erishadigan devzaqning azob oqibatlaridan yiroq bo'lgan abadiy baxt saodatga, ya'ni jannatga erishalish uchun o'zimizdimi shu sifatlarni hozirlash uchun qattiq tirishishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tercümesi,
ahli davzax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishkichilardir. Sura Hashr 20-oyat. Jannatga kiradiganlar dunyo hayotida jannat uchun terishganlardir. Dunyo hayoti to'limi qisqa. Shundoq uning huzur halovatlari har xil dishvorchiliklar sababli uzilib turdi. Ammo jannat mangulik. Shundoqla mukammal va o'ksimas baxt saodatga to'lgan makondir. Allah subhanahu va taolo bu dunyoni faqat jannatga kirishning bir vositasi qildi. Ya'ni jannatga kirish bizning bu dunyodagi ifodamizga bog'liq. Bu nuqtani tonib yetish bizning ashu buyuk g'oya uchun tirishchanlik ko'rsatishimizga turtki bo'ladi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan voris bo'lgan jannat ana shudir. Sura Zuhruf 72-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: ular Rabbining dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qilguvchilarning mukofotidir. Sura Zumar 34-oyat. Ular Allah subhanahu va taologa iymon etganlardir. Jannat ahli Allah subhanahu va taologa haqiqiy sap iymon etgan. Allah subhanahu va taoloni yaratquchi va Rabb, ibodatga loyiq birdan-bir iloh, eng go'zal, mukammal ism sifatlarga ega deb tonigan kishilardir. Bu haqda mazkur yurishlik o'qishliqlarning birinchi qismida tafsili to'xtalindi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allah mu'min erlar va mu'min ayollarga ostidan daryolar iqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda güzel joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 72-oyat. Ular solih amal qilganlardir. Bir mu'min Allah subhanahu va taologa iymon etgandan keyin qanchaki yaxshi amallarni qilsa, uning jannatdagi darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: shubhisizki Rabbimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsalarning hammasi bor. Ular eng mag'firat qilguvchi, eng mehribon Allah tarafidan berilgan ziyofatdir, deydi. Sura Fussilat 30-oyatdan 32-oyatgacha. Ular taqvodorlardir. Taqvodorlik solihlikning eng yuqori pallasidir. Bu Allah subhanahu va taolodan qo'rqqanlikdan uning buyruqlarini samimilik bilan ado qilish va uning cheklamalaridan qat'iy yenishni ko'rsatadi. Taqvodorlar tezla jannatga kirgiziladi va jannatga muakkal farishtalar tarafidan qarshi ilindi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga to'p-to'p bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar deydi.
ular jannatga kirib o'rinlashgan chaqda aytadi: "Jami hamda sana Allohga xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning zaminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishliguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi." Sura Zumar 73-74 oyatlar. Ular Allah subhanahu va taolaga doim tavba bilan yuzlanguchilardir. Tuvendiki oyat jannatga kirdiganlar o'zida hozirlagan taqvodorlikning 4 tarafini o'z ichiga olgan. Ular doim Allah subhanahu va taolaga tavba bilan yuzlanadi. Allah subhanahu va taolaning shariatiga bo'ysunadi. Allah subhanahu va taoladan qo'rqidi ve ularning qalblari Allah subhanahu va taolaga bo'lgan hurmat, eyminish bilan to'lgan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shunday deydi. Tarjimasi: Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohga, ya'ni toatiga qaytquchi, emrini saqlag'uchi her bir banda uchundir. Kimiki Ar-Rahman, ya'ni eng mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilg'uchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyiladi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor ve bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Sura Qaf 31-oyatdan 35-oyatlargacha. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va uning sahobalariga ergashganlardir. Allah subhanahu va taolaga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy iymon etganlar jannatda eng yaxshi kishilarga hamroh bo'lish sharafiga nail bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shunday deydi. Tarjimasi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amrohlar? Sura Nisa 69-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ummatimdan rad qilg'uvchilardan boshqa hammasi jannatga kiradi" dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, kim jannatga kirishni rad qiladi?" deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunga javoban: "Kim menga itoat qilsa jannatga kiradi ve kim menga osiylik, ya'ni itoatsizlik qilsa jannatga kirishni rad qilgan bo'ladi." Imom Buxoriy to'plagan. Biz sahobalar radhiyallohu anhumlarning yo'liga ergashganda, ondan Allah subhanahu va taolaga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qildik degan da'voyimizda rostchilardan bo'la olamiz. Ana shu chaqda Allah subhanahu va taolo bizdan rozi bo'ladi va bizni jannatga kirgizadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmu Allohdan rozi bo'ldi. Allah ularga ostidan daryolar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 100-oyat. Ular güzel axloqli kishilardir. Güzel axloq bilan zinnatlangan mu'minlar jannatning eng ustun darajasida bo'ladi.
Abu Umame radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Men o'zining haqliq turibmi jidallashishni tark etgan kishining jannatning chetidagi bir uyga erishadiganligiga, chaqchaqdan bo'lsa-mu yolg'on so'zlashdan saqlangan kishiga jannatning o'ttirisidagi eng yaxshi joydagi bir uyga erishadiganligiga va axloqi go'zal bo'lgan kishiga jannatning eng yuqori joyidagi bir uyga erishadiganligiga kepil bo'laman. İmam Abu Davud ve İmam Riyaul Maqdisi toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 1464. numar ve Es-Sahiha 273. numarda Hasan deb bahalagan. Ular başqalarga hasad qilmaydi ve Allah subhanahu ve taolaga tavakkul qiladi. Jannatga kiradigan mu'minlar qalblari qushninkidek yumshoq, sap, hasaddan xoli, Allah subhanahu ve taoladan haqiqiy qo'rqadigan ve onunğa tavakkul qiladigan kishilardir. Abu Hurayra radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannatga qalblari soplik ve Allah taolaga tavakkul qilish jihatda qushning qalbidek kishilar kirdi. İmam Müslim toplagan. Ular nefs xohishiga, havoyi havasiga qarshi kurash qiladi. Jannat nefsi xohishiga ergashmaganlarning makonidir. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tarjimasi: Rabbining maqomidan, ya'ni Allah taolaning dargohida hisob berishdan qo'rqadigan, o'zini nefsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Sura Naziat 40-41 oyatlar. Ular Allah taolaning yo'lida sabrchanlik bilan jihad qiladi. Allah subhanahu ve taolaning rozilik uchun jihad qilish ve sabr qilish jannatga kiradiganlarning muhim sifatlaridandir. Allah subhanahu ve taolo bu vaqtda shundoq deydi. Tarjimasi: Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni ve jihadning jafo mushaqqatlariga chidig'uvchilarni bilmay, ya'ni ayırmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannat kirishni o'ylamsizlar. Sur Ali Imron 142. oyat. Allah subhanahu ve taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: Shubhisiz ki Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini, ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allah'ның yolida urush qilib düşmanlarni o'ltirdi ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihad qilib şehit bo'ldi. Cihad qilganlarga jannatni va'da qilish Tavratda, İncil'da ve Kur'an'da zikr qilingan Allah Taola'nın rast va'disidir. Va'disiga Allohdan bak vafo qilguvchi kim bor? Yani Allohdan vafodor ahdi yo'q. Qilgan bu so'danglardan xushal bo'linglar. Bu zor muvaffaqiyatdir. Sura Tavba 111. oyat. Ular yo'qsulga taom berdi, ro'za tutdi va kechada tahajjud namozi o'qiydi. Jannatga omon eson kiradigan va u yerda aynakdek qasrlarda yashaydigan kishilarning 4 muhim sifati bor. Ular mehmonlarga ve muhtajlarga taam berishda sexidir. Ular yaxshi so'z qiladi, doim ro'za tutadi ve boshqalar uxlayotganda kechasi tahajjud namozi o'qiydi. Abu Malik al-Ash'ari radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannatda ichini teşini içinden köygülü bo'ladigan yüksek qasrlar bor. Allah ularni yo'qsullarga taom bergan,
yaxshi so'z qilgan, doim ro'za tutgan, kechida insonlar uxlayotganda namoz o'qigan kishilar uchun tayyorlagan. İmam Ahmad, İmam İbn Hibban va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Mishkat 1189 numarda sahih deb baholagan. Ularning ko'pinchisi ojizlar va faqirlardir. Jannatga kiradigan mu'minlarning ko'pinchisi ojizlar va faqirlardir. Bundaq kishilar odatda Alloh subhanahu va taologa itoatman bo'ladi va boshqa mu'minlarga kamtar muomala qiladi. Boy va ta'sirdor kishilar osonla takabburlashib, boshqalarga rahimsiz muomala qiladigan bo'lib qoladi va to'la hollarda shu sababli kufrga tushib, do'zaxga mahkum bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Cennet bilen do'zax Allah subhanahu va taolodan savol so'rashdi. Do'zax: "Nimishga mutakabbirlar va zolimlar menda qoldi?" dedi. Cennet: "Nim uchun menga faqat kishilarning ojizlari va insonlarning nazaridagi tuvanlarla kirdi?" dedi. Allah subhanahu va taolo cennetga: "Sen mening rahmetim, men sen orqali bandalarimdan o'zim xohlagan kishiga rahim qilaman" dedi. Va do'zaxga: "Sen faqat azobimsan, men sen orqali bandalarimdan o'zim xohlagan kishini azoblayman" dedi. Va cennet do'zax ikkilisiga shunday dedi: "Her ikkinglar to'ldirilsizlar." Do'zax toki Allah onun ustiga putini qo'ymagicha to'shmaydi va ondan Allah o'zining putini do'zaxning ustiga qo'yganda bo'ldi deb ketadi va qatlanib to'shib ketadi. Haqiqatan Allah azza va jalla o'z mahluqotidan hech biriga zulm qilmaydi. Cennet haqida bo'lsa, Allah subhanahu va taolo onun uchun boshqa mahluqotlarni yaratadi. İmam Buxoriy 4850 va İmam Muslim 7354 numaralı hadis. Takabburlik kishini halok qilguvchi illatlardandir. Har qanday inson takabburlik qilmaslik kerak. Chunki hech bir inson qusursiz emas. Bizga nasib bo'lgan ne'matlarning hech birini biz emas, balki olamlarning Robbi Allah subhanahu va taolo yaratgandir. Faqat Allah subhanahu va taolo mukammal sifatlarga ega va shu sifatlar orqali maqtanishga haqlidir. Shuni biz do'zaxni emas, jannatni to'ldiradigan, Allah subhanahu va taologa itoatmanlik bilan bo'ysunadigan, Allah subhanahu va taoloning mahluqotlariga kamtar muomala qiladigan mu'minlardan bo'lishga kuchayli. Cennet ehlining xushalliqi. Cennet ehli cennetde tasavvur qilg'isiz baxt, saodat, huzur, halovatdan bahramand bo'ladi. Ularning ilkida bo'lgan narsalar yoki ular qiladigan ishlarning hammasi eng go'zal va eng huzurli shaklda bo'ladi. Tövende biz Allah subhanahu va taolo ularga ato qiladigan ashu katta noz ne'matlarning az bir qismini chamimizning yetginicha yo'ritishga tirishimiz inshaalloh. Cennet ehlining har vaqt yosh holatda turadiganligi. Cennet ehli cennette mangu qirimay yosh holatda, ya'ni 30 yoki 33 yoshda bo'ladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Cennet ehli cennetga 30 yoki 33 yosh holatida soqolsiz, tuksiz va ko'zlariga surma tortilgan holda kirdi. Jami Tirmizi 2545 hadis. Shayx Albani Sahihul Jami 7929 numarda, Sahih Mishkat 5565 numarda Hasan deb baholagan.
Abu Hurayra radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jannatga kirguchi har vaqt xushal-xuram bo'ladi. Qayg'urmaydi. Uning kiyimlari hargiz yirtilmaydi ve yaşlıqı mangu tugumaydi. İmam Muslim to'plagan. Cennet ehlinin yüzü. Cennet ehlinin xoşallıqı ularning güzel yüzlerinde aks etidi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shundoq deydi. Tarjimasi: ularning yuzida ne'matning ularning chiroylaridan chiqib turgan asrini toniysan. Sura Mutaffifin 24-ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundoq deydi. Tarjimasi: bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xo'shaldir. Bu dunyoda qilgan sa'iy amallaridan mamnundir. Ular oliy jannatdadir. U yerda yomon so'z anglamaydi. U yerda buloqlar eqib turadi. U yerda egiz taxtlar, qator tizilgan qadahlar, rat-rat qo'yilgan yostiqlar, selingan esil besatlar bor. Sura G'oshiya 8-oyatdan 16-oyatgacha. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundoq deydi. Tarjimasi: yaxshi ish qilganlar jannatga va texmu ziyodasiga, ya'ni Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qarilik va xorlik qaplamaydi. Ya'ni ularga g'am, qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uchilardir. Sura Yunus 26-oyat. Cennet ehlining bog'chilari. Allah subhanahu wa ta'ala cennet ehlini kengliki osmon zaminda keladigan ayvatlik bog'chilarga kirgizdi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Rabbinglarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengliki osmon zaminchi keladigan jannatga oldiranglar. Sura Ali İmran 133-oyat. Mu'minlarning jannatdagi bog'chilarida o'zi xohlagan miqdorda oltin, kumush bor bo'ldi. Abu Musa Ash'ari radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: ba'zi mu'minlarning kumushdan ikki bog'chisi bo'ladi. Onun qochquchilari va ichidagi barliq narsalari kumushdan bo'ladi. Va yana boshqa mu'minlarning oltindan ikki bog'chisi bor bo'ladi. Uning qochquchilari va ichidagi barliq narsalari oltindan bo'ladi. Dastlabda Adin jannatidagilarni Rabbini ko'rishdan faqat uning yuzidagi ulug'liq ridosila to'sib turdi. Izohat: tuvanda bayon qilinganidek, Allah subhanahu wa ta'ala shuningdan keyin ulug'liq ridosini ko'tarib o'tdi-da, jannat ahli Allah subhanahu wa ta'alaning yuzini ko'rish sharifiga muyassar bo'ldi. Izohat tugadi. İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Jannat ahlining juftillari va oilasi. Qiyomat kuni kafirlarning orasida urug' tuqqanchilik munosabatlarining talto'kis üzülüşüge o'xshamaydigini jannatdagi mu'minlarning to'limi ko'ngillik oilasi bor bo'ladi. Shundaqla ular taqvodor urug' tuqqanlari bilan qaytadan jam bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otillari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarimi jannatga kirdi. Sura Ra'd 23-oyat. Jannat ahli jannatda o'z juftillarining hamrohligida intayin tinch omonlik ichida yashaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: shubhisizki u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftillari
Cennetlerinin sayıları aslında taxtlarga yo'langan holda turdi. Sura Yasin 55-56 oyatlar. Cennetdeki ayollar en güzel ve en esil bo'ladi. Hatta ularning ruh olimi zimindagi barliq narsalardan qimmatli bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Etigen yoki kechda Alloh rizoligidagi yo'llarga otlanish dunyo va uning ichidagi barliq narsalardan yaxshidir. Sizlardan biringlarning jannatda o'qiyachilik yoki shunchalik kichik yeri bo'lgani dunyo va uning ichidagi barliq narsalardan yaxshidir. Agar ahli jannat orasidagi ayollardan biri zimin ahliga qarab salsa, mashriq bilan mag'ribning orasini yo'ritib o'tgan va uni xushburoqqa to'ldirgan bo'ladi. Haqiqatan uning beshidagi romali dunyo va uning ichidagi barliq narsalardan yaxshidir. İmam Buxoriy to'plagan. Cennetde iki türlük ayol var. Birinci, bu dünyada yaşap ötken saliha ayol. Allah subhanahu wa ta'ala ularni cennetke en çıraylı halet kirgizidi. Sura Vaqiya 35. ayetten 37. ayetga qarang. Eğer onun erimi cennetke kirgizilgen salihlardan bolsa, undaqda ular cennette qaytadan cem boludu. Undaq bo'lmasa, yani ularning erleri cennetke kirelmegen bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala ularni cennet ahli orasidagi ularga en mos keladigan erlarga nikohlab qo'ydi. Bu ayollar erlarining cennetdagi uylarining ayol xo'jayini bo'ladi. Şu uydagi boshqa ayollar daraja va go'zallikda ulardan tuvan bo'ladi. İkinci, shahla ko'zlik hurlar. Bular Allah subhanahu wa ta'ala cennet ehli üçün yaratadigan favqulodda güzel ayollardir. Cennet ehlinin taamları. Cennet ehli taamlarının en sarxilini yeydi. Ular meyveleri sancaq bo'lgan, shoxlari o'ltirgan kishigami o'zi valalig'idek darajada yaqin sangilab turadigan katta daraxtlarning ostida soydig'inicha esil taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tercümesi: Şübhisizki taqvodorlar soyilardan, buloqlardan va ko'ngli tartgan meyvelardan bahramand bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xo'shal xo'ram yenglar va ishchinglar deyiladi. Shubhisizki biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Sura Mursalat 41-oyatdan 44-oyatgacha. Ular ko'ngli tartgan va ko'zi xursand bo'ladigan barliq ne'matlarga noil bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shundoq deydi. Tercümesi: Ularga sizlar ayollaringlar bilan billa xo'shal xo'ram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Jannatda nurg'un turlik meyvelar bor. Uningdan yeysizlar. Sura Zuhruf 70-oyatdan 73-oyatgacha. Cennet ehli yana go'shtning en yaxshisini yeydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tercümesi: Ularni yana ko'ngli tartgan meva va ko'ngli tartgan go'sht bilan ta'minlaymiz. Sura Tur 22-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundoq deydi. Tercümesi: Ularga ixtiyor qilgan mevalar va ko'ngillar tartgan qush go'shtlari beriladi. Sura Vaqiya 20-21-oyatlar.
Cennetteki taamlar tügümeydi. Ta'mi özgürüp mü kalmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. Tercümesi: taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan daryolar iqib turdi. Uning mevalari tugumaydi. Hamisha soyi tushib turdi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kafirlarning oqibat boradigan joyi dovzaxdir. Sura Ra'd 35-oyat. Biz bu dünyada özümüz yaxşı ko'radigan mevadan bir qanchani yesak, ularning ta'mining bir-biriga o'xshashmaydiganligini, biri tatliq bo'lsa, yana birining chuchukligini bayqaymiz. Cennet ahli bo'lsa, har vaqt ta'mi favqulodda lazzatlik mevalarni yeydi. Ular o'xshash mevadan texmi ko'p yegan taqdirdami, ta'mi ilgirkiga o'xshashla lazzatli tetiydi. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. Tercümesi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman etqan ve yaxşı amallarni qilganlarga ularning ostidan daryolar iqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pak juptilar, ya'ni hurlar berildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Sura Baqara 25-oyat. Biz bu dunyoda eng lazzatlik va eng qimmat tamoqni yesakmi, u tamoqlar oxirida yanala ko'rimsiz şekilde ve sesq puroqda bedenimizden chiqib ketadi. Cennet ahli bo'lsa, o'zining yemek ichimikidan huzurlanadi ve u tamoqlar ularning bedenidan miski anbarnikidek xushpuroq ter ve kekirik orqali chiqib ketadi. Jabir radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: cennet ahli yeydi, ichidi, lekin cho'ng kichik tarat qilmaydi, mishqirmaydi. Ularning taami miski ambardek puraydigan kekirak ve terga aylanib ketadi. Xuddi sizlarga nafaslanish ilhom qilingandek, ularga Allah subhanahu wa ta'alaga tasbih etish ilhom qilinib turdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. İmam Müslim, İmam Ahmed ve İmam Abu Davud toplagan. Cennette kişiler bu dünyadakidek ibadet qilishga buyurilmaydi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala her zaman ibadet qilinishga ve ulug'lanishga loyiq bo'lganligi uchun cennet ehli xuddi nafaslangandeklar tabiiy ravishda Allah subhanahu wa ta'alaga tasbih etib turdi. Cennet ehlining ichimligi. Cennet ehli eng lezzetlik ichimliklarni ichidi. Ularning ichimligi cennetdagi pak buloqlardan ve daryolardan keladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi: haqiqatan yaxshilar kafur aralashtirilgan mey bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. U kafur cennetdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allah'ның yaxshi bandalari ichidi. Ular u buloqni xohlagan joylariga iqtib bora oladi. Sura İnsan 5-6 oyatlar. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundaq deydi. Tercümesi: Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularga yuzlariga nur, dillariga xo'shallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni cennet bilan ve u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ular cennetde taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular cennette qattiq issiqnimi, qattiq so'g'oqnimi ko'rmaydi. Cennetdagi soylar ularga yaqindir. Cennetning mevalarini uzish ularga oson qilindi.
Ulağa tamaq qaçılanğan kümüş təxsilə, mey toldurulğan kümüşdün yasalğan şişidek süzük camla aylandırıp sunulup duruldu. Saqıyla ulağının ihtiyacı qarab layık ölçeydi. Yani işçilərinin ihtiyacıdın iş mi qanmaydı, kimip mi qanmaydı. Ula yine cennette zencibil arlaştırılğan cam bilen, yani camdaki mey bilen suğuruldu. Cennette selsebil dep atılılğan bir bulak mı var? Sure İnsan 11. ayetten 18. ayetkice. Allah subhanahu wa ta'ala yani şundaq deydi. Yaxşıla nimet içide, yani cennette buludu. Ula taxtlar üstüde turup Allah'ın cennette ulağa bergen türlük nimetlerine qaraydı. Ulağa qaraydigan bolsan, nimetning ularning chiraylardan chiqib turgan asrini toniysan. Ula ağzı peçetlengen sap şarap bilen soğuruldu. İçişinin ahırda onundan ihbarının hidi kelip durdu. Kızıkçılar şununla kızıksın. Onunla yani sap şarapqa tesnimnin suyu arlaştırılgan. Tesnim cennetki bir bulak bulup, onundan Allah'ın yakın bendirileri içidir. Sure Mutaffifin 22. ayetten 28. ayetkice. Bu dünyadaki şarapla kişini mest kılıp, alı tağılı sözültüdü ve köngülünü iliştirip başını ağırtıdı. Halbuki cennetteki lezzetli şarapның bundak nacar tesirleri yok. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda şundaq deydi. Tercümesi: Ula cennette özara mey qaçılanğan camlarını tutuşudu. Mey içiş bilen uladın bu dünyadakidek behudu söz ve günah sadır bulmaydı. Sure Tur 23. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yine şundaq deydi. Tercümesi: Qerimay hemişe bir xil turdigan gılmanla iqib turgan şaraptın toldurulgan piyale, çeynek, camlani ulağa aylanıp sunup turdu. O şarapni içiş bilen ulanın beşi ağrımaydı, mes bulmaydı. Sure Vaqiya 17. ayetten 19. ayetkice. Cennet ehlinin kiyim keçek ve zibu zinnetleri. Cennet ehli sap altından ciyek tutulgan yipek ve kimxap kiyimlerini giydi ve altından mervayettin boğan bilezüklerini takaydı. Cennetteki hemme nese kişiye acayip haşametlik tuyuludu. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda şundaq deydi. Tercümesi: Qaçan ki sen qaraydigan bolsan, bu yerde tasvirlanib tugetkili bo'lmaydigan ne'matlarni ve katta padişahlıqni görsen. Ularning uchusida yupqi yipak ve qilin yipakdan tayyorlangan yeşil kiyimler bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Rabbi ularni pak şarap bilen so'g'irdi. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Sure İnsan 20. ayetten 22. ayetgacha. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundaq deydi. Tercümesi: Allah hakikaten mu'minlarni ve yaxshi amallarni qilganlarni astidan daryolar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda altın bileziklarni ve mervayetlarni zinnet buyumlari qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Sure Hac 23. ayet. Cennet ehlinin kiyimleri hergiz ko'nirmaydi. Abu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi: Cennetki kirguchi her vakit xo'shal xo'ram bo'ladi. Qayg'urmaydi. Onun kiyimleri hergiz yırtılmaydı ve yaşlığı mengü tügümaydi. İmam Müslim toplagan. Cennet ehlinin turalgıları. Cennetki turalgılar intayin kengri ve çoğun bulup,
darvozasi oldidan daryolar iqib turdi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: lekin dunyoda Rabbidan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan daryolar iqib turdi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sura Zumar 20-oyat. Jannatdagi bu imoratlar hayron qolgudek darajada cho'ngdir. Buni his qilish uchun ishchi kavak marvoyitdan yasalgan 60 mil egizlikdagi chidirni o'ylang. Abu Musa Ash'ari radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: jannatda mu'minning kavak marvoyitdan yasalgan 60 mil egizlikdagi bir chidir bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İmam Muslim 2838-numar. Cennet əhlinin taxtları. Biz yuqorida cennet əhlinin keştilengen taxtlarga yülengeniçe xilma-xil lezzetlik yemek-içmeklerden bahramand bo'ladiganligini ve hammadan muhimi Rabbi Allah subhanahu wa ta'alaga qaraydiganligini bayon qilgan edik. Ular cüptülleri ve ailesidikiler bilen billa muşularning hammasidan huzur aladi. Buningdan sirt ular yana do'stlari bilan qarishib o'ltirdi. Shundaqla ularning orasida uch adovat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shundaq deydi. Tarjimasi: taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog'i bo'stonlardan suv, hasal ve may iqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Ularga jannatga aman esen tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro birodar bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltirdi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Sura Hijr 45-oyatdan 48-oyatgacha. Cennet əhlinin xizmetçileri. Biz yuqorida cennet əhlinin xizmetçilerinin məngü qeyrimaydigan, bir xil yaşda turaveradigan ve her vakit cennet əhlinin xizmetiga tayyor turadigan yoshlar ekanligini bayon qilgan edik. Ular sap oltin ve kumushlardan yasalgan qadah ve idishlarni tutgan holda cennet əhlinin yenida kutib turdi. Buningdan sirt mazkur xizmatchilar o'z xo'jayinlarining yenida har vaqt terilib ketgan marvoyitda go'zal ko'rinishda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: qerimay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Sura İnsan 19-oyat. Jannatdagi bozor. Cennet ahli her hafta bozorga boradi. Ammo ular bu bozorga bir narsa setib olishdan bakrak do'stlar bilan didorlashish va texmu go'zallashish uchun boradi. Anas radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: shak shubhisizki jannatda bir bozor bor bo'lib, har juma kuni jannat ahli u bozorga keladi. Shu arada shimol shamoli chiqib, ularning yuzlariga, kiyim-kechaklariga uriladi-da, ularning husn jamoli texmu ziyodalashib, texmu chiroyli bo'lib ketadi. Şunun bilen ular ailesidagilarning yeniga texmi chiroyli, texmi go'zal holda qaytib keladi. Ailesidagilar ularga: Alloh bilan qasamki, sizlar bizdan ayrilgandan keyin texmi chiroyli, texmi go'zal bo'lib ketibsizlar deydi. Ularmi ailesidagilarga: Alloh bilan qasamki, sizlarmi bizdan ayrilgandan keyin texmi chiroyli, texmi go'zal bo'lib ketibsizlar deydi.
La ilahe illallah Muhammed Resul. İmam Müslim 2829 ve İmam Ahmed toplagan. Cennet ehlinin en çoğun mükafatı. Şek şübhisiz ki cennet kişiye verilgen en katı mükafattır. Lekin müminler cennet kirip bolgandan keyin texmi katı mükafatga erişidi. Allah subhanahu ve taala bu vaqt şundaq deydi. Tercümesi: Allah mümin erler ve mümin ayollarga astidan daryolar iqib turadigan cennetlarni va'da qildi. Ular cennetlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan cennetlarda güzel joylarni va'da qildi. Ular erişidigan Allah'ның razılığı cennet nimetlerinin hammasidan kattadır. Bu çoğun baxtdir. Sure Tevbe 72. ayet. Bu ayetten şu narsa ma'lum ki, gerçi müminler cennetga kirgandan eng zo'r baxt tuyg'usini his qilsa-mu, lekin Allah subhanahu ve taolaning o'zlaridan rozi bo'lganligini bilgandan keyin ularning mamnuniyat tuyg'usi texmi chekkiga yetadi. Halbuki Allah subhanahu ve taolaning roziligi bilan birga cennet ahliga eng zo'r mukofot, ya'ni Allah subhanahu ve taolaning jamoliga qarash ne'mati berildi. Cahrir ibn Abdullah radıyallahu anhudan rivayet qilindi ki, o ve başka sahabeler to'lin oylik bir kechida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyga qarab shundaq degan. Tarjimasi: Sizlar xuddi oydin kechidagi to'lin oyni ko'rgandek jannatda Rabbinglarni hech qiynalmasdan cho'qim ko'rsizlar. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Suhayb ibn Sinan radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Cennet ehli cennetga kirganda bir chaqirg'uchi: Ey cennet ehli, sizlarga Allohning dargohida Allah sizlar uchun ishga oshirib bermoqchi bo'lgan bir va'da bor deb nido qildi. Ular: U nima? Allah bizning tarazimizni ig'ir qilmadimi? Yuzlarimizni oq qilmadimi? Bizni jannatga kirgizib, do'zaxdan qutuldirmadimi? deydi. Shuning bilan Allah subhanahu ve taala bilan ularning orasidagi hijob ochiladi. Andin ular Allohga qaraydi. Allah bilan qasamki, Allah ularga o'ziga qarashdimmi so'yimlikroq yoki ko'zini xursand qiladiganroq bir narsa ato qilgan emas. İmam Ahmed, İmam İbn Majah ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahihul Jami 521 numarada sahih deb baholagan. Mushuning o'xshaydigan hadisni İmam Muslim Suhayb radıyallahu anhudan rivayet qilgan. Shuningdan keyin cennet ahli Rabbining jamoliga qarashdan iborat bu katta ne'matdan davomli bahramand bo'ladi. Allah subhanahu ve taala bizlarni ham o'zining jamoliga qarash sharafiga erishganlardan qilg'ay. Amin. Allah subhanahu ve taala shundaq deydi. Tarjimasi: Bu kunda ba'zi yuzlar nurliq bo'ladi. Rabbiga qarab turdi. Sura Qiyomat 22-23 oyatlar.